Bugun men 10 oktyabrddan 6 yoshdan oshgan pensionerlarga tegishli yangi taqiq va cheklovlar haqida juda muhim ma'lumotni tushuntirib beraman. Bu gap faqat pensionerlarning o'ziga emas, ularning farzandlari, nabiralari, qo'shnilari va ularga yordam beradigan har bir insonga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri imzo, bitta tasdiqlangan kod, bitta ishonchnomma yoki bitta shoshilinch qaror pensionerning pensiyasi, bank kartasi, uyi, yer hujjati yoki yillar davomida yig'gan puliga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bu masalada kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qanday holatlarda taqiq ishlaydi, qanday holatlarda esa pensionerning huquqi cheklanmaydi. Hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar ko'plab oilalarni katta muammolardan saqlab qoladi. Avval qanday edi? Avval ko'p hollarda pensionerlar o'z nomidan turli ishlarni juda oson amalga oshirishi mumkin edi. Masalan, bankka borib kredit olish, plastik karta ochish, naqd pul yechish, ishonchnoma berish, mulkni sotish, qarindoshga vakolat berish, telefon orqali kelgan kodni aytish yoki biror hujjatga imzo qo'yish. Albatta bularning hammasi qonuniy jarayon bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda muammo shundaki, aynan 6000 yoshdan oshgan fuqarolar ko'pincha firibgarlarning asosiy nishoniga aylanmoqda. Nega aynan pensionerlar? Chunki ko'p pensionerlar bank ilovalari, onlayn xizmatlar, SMS kodlar, elektron imzo, kredit shartnomasi, garov, kafillik, ishonchnoma kabi tushunchalarni yoshlar kabi tez anglamasligi mumkin. Ba'zi pensionerlar telefonda gapirayotgan odamni bank xodimi deb o'ylaydi. Ba'zilar davlatdan yordam pul chiqdi, pensiyangiz oshiriladi, kartangiz bloklanadi, hujjatingizni tasdiqlash kerak degan gaplarga ishonib qoladi. Firibgarlar esa aynan shundan foydalanadi. Endi nima o'zgaryapti? Oktyabrddan boshlab 6 yoshdan oshgan pensionerlar bilan bog'liq ayrim moliyaviy va yuridik amallar bo'yicha qo'shimcha tekshiruv, qo'shimcha tasdiq va ayrim holatlarda vaqtinchalik taqiq mexanizmlari kuchaytirilmoqda. Men buni oddiy qilib aytaman. Bu pensionerga siz hech narsa qila olmaysiz degani emas. Bu pensionerni shoshiltirib, aldab, bosim bilan yoki tushunmagan holda zararli qarorga olib kelishning oldini olish degani. Ya'ni asosiy maqsad pensionerning pensiyasini to'xtatish emas, nafaqasini bermaslik emas, bankka kirishni taqiqlash emas. Asosiy maqsad shubhali operatsiyalarni darhol o'tkazib yubormaslik. Pensioner haqiqatan ham nima qilayotganini tushunganini aniqlash, kerak bo'lsa farzandlari yoki vakolatli organlar orqali vaziyatni tekshirishdir. Men birinchi navbatda 6 yoshdan oshgan, o'z nomida bank kartasi, omonati, pensiya kartasi, uyi, yer uchastkasi, avtomobili yoki boshqa qimmat mol-mulki bor fuqarolarga murojaat qilaman. Agar sizga notanish odam telefon qilib kodingizni ayting, kartangizni yangilaymiz, pensiyangizni oshirib beramiz, hujjatni telefon orqali tasdiqlang, tezroq imzo qo'ying desa, siz albatta ehtiyot bo'lishingiz kerak. Masalan, bir pensioner oyiga 20.200.000 so'm pensiya oladi. Kartasida 3 million so'm yig'ilib qolgan. Unga telefon qilib, sizga qo'shimcha kompensatsiya chiqdi, faqat SMS kodni ayting deyishadi. Pensioner kodni aytadi. Oradan 10 daqiqa o'tmay kartadagi 3 million so'm yechib olinadi. Keyin bankka borganda operatsiya o'z tasdiq kodi bilan amalga oshirilgani aytiladi. Yangi tartibning ma'nosi shunday holatlarni kamaytirish. Shubhali harakat bo'lsa, ayniqsa yoshi katta mijoz bilan bog'liq bo'lsa, bank va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar qo'shimcha ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Ikkinchi misol. 67 yoshli pensionerning nomida uy bor. Bir qarindoshi yoki tanishi unga men sizga yordam beraman, faqat ishonchnoma bering. Kommunal to'lovlarni, hujjatlarni, bank ishlarini o'zim yuritaman deydi. Pensioner ishonadi. Lekin ishonchnomaga faqat kommunal to'lov emas, balki mulkni sotish, pul olish, shartnoma imzolash kabi keng vakolatlari ham kiritilgan bo'lishi mumkin. Natijada pensioner o'z uyidan ajralib qolishi yoki katta sudlashuvga tushib qolishi mumkin. Endi bunday keng vaqtli hujjatlarda notarius va boshqa mas'ul shaxslar pensioner hujjat mazmunini tushunyaptimi? Unga bosim qilinmayaptimi? Bu ish uning manfaatiga mosmi degan savollar jiddiyroq qarash kerak. Uchinchi misol. 62 yoshli ayolga nabirangiz nomidan kredit olish kerak. Siz faqat kafil bo'lib bering. Hech qanday xavf yo'q deyshadi. U bankka borib imzo qo'yadi. Kredit miqdori 3 million so'm. Kreditni olgan odam to'lamaydi.
Bank esa qarzni kafil bo'lgan pensionerdan talab qila boshlaydi. Pensioner men pul olmaganman deydi, lekin hujjatda uning imzosi bor. Shuning uchun 60 yoshdan oshganlar uchun kredit, kafillik, garov va shunga o'xshash majburiyatlarda alohida tushuntirish talab qilinishi juda muhim. Men buni aniq aytaman. Oddiy pensiya olish, dorixonadan dori xarid qilish, o'z kartasidan o'z ehtiyoji uchun pul yechish, kommunal to'lov qilish, do'konda xarid qilish, shifoxonaga borish, mahallaga murojaat qilish, bankdan ma'lumotnoma olish kabi kundalik ishlar umumiy taqiq ostiga tushmaydi. 60 yoshdan oshgan odam fuqaro sifatida o'z huquqlaridan foydalanishda davom etadi. Agar siz pensiyangizni har oy kartadan olsangiz, bu darhol to'xtab qoladi deb o'ylamang. Agar siz bankka borib o'zingizning pulingizni yechmoqchi bo'lsangiz, bu ham taqiqlangan degani emas. Ammo katta summa, noodatiy operatsiya, uchinchi shaxs foydasiga pul o'tkazish, yangi kredit, garov, kafillik, mulk sotish, keng vakolatli ishonchnoma kabi holatlarda qo'shimcha savollar berilishi mumkin. Bu savollar pensionerni kamsitish uchun emas, uni himoya qilish uchun beriladi. Masalan, pensioner bankka borib 200 ming so'm yesa, bu oddiy holat. Lekin u birdaniga ta'min million so'm omonatini yechib, tanish odamning hisobiga o'tkazmoqchi bo'lsa, bank xodimi bu pul nima uchun o'tkazilyapti? Siz bu odamni taniysizmi? Sizga kimdir telefon qildimi? Sizga bosim bo'lyaptimi deb so'rash tabiiy. Ba'zi odamlar bundan ranjishi mumkin, lekin men ekspert sifatida aytaman. Aynan shu savollar ko'p holatda katta yo'qotishning oldini oladi. Bu yerda taqiq so'zini to'g'ri tushunish kerak. Taqiq pensionerning yashashiga, yurishiga, bank kirishiga, pensiya olishiga emas. Taqiq shubhali, xavfli, yetarlicha tushuntirilmagan yoki pensioner manfaatiga zid bo'lishi mumkin bo'lgan amallarni avtomatik o'tkazishga qaratilgan. Birinchi yo'nalish telefon orqali aldash. Agar sizga bank, soliq, mahalla, pensiya jamg'armasi, prokuratura, ichki ishlar, sud yoki boshqa tashkilot nomidan telefon qilishsa va kod so'rashsa, men qat'iy aytaman, kod bermang. Hech bir haqiqiy xodim sizdan SMS kodini so'ramasligi kerak. Kod bu sizning raqamli imzoingizga o'xshaydi. Siz kodni aytdingizmi? Demak, ko'p tizimlarda operatsiyani o'zingiz tasdiqlagandek ko'rinadi. Ikkinchi yo'nalish bank kartasini boshqa odamga berish. Ko'p pensionerlar kartani farzandiga, qo'shnisiga yoki tanishiga berib qo'yadi. Pul tushsa yechib olib keladi deb o'ylaydi. Lekin karta bilan birga PIN kod ham berilsa, mas'uliyat kuchayadi. Agar karta orqali pul yechilsa, keyin isbotlash juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun pensioner kartasini, PIN kodini, telefondagi bank ilovasini va SMS kodlarini hech kimga bermaslik kerak. Uchinchi yo'nalish ishonchnoma. Ishonchnoma berishning o'zi taqiqlanmaydi, lekin ishonchnoma juda aniq yozilishi kerak. Masalan, faqat pensiyani olish uchunmi, faqat kommunal to'lov qilish uchunmi, faqat ma'lumotnoma olish uchunmi? Yoki mulkni sotishgacha vakolat beryaptimi? Men har doim pensionerlarga aytaman, ishonchnomada barcha ishlarni qilishga vakolat beraman degan keng jumlalardan ehtiyot bo'ling. Chunki barcha ishlar degani juda katta xavf. 4-yo'nalish, mulk bilan bog'liq bitimlar. Uy, yer, avtomobil, dala hovli, ulush, meros huquqi kabi masalalarda 60 yoshdan oshgan odamni shoshiltirish mumkin emas. Bugun imzo qo'ying, ertaga kech bo'ladi. Narx tushib ketadi, davlat olib qo'yadi, hujjatlar bekor bo'ladi degan gaplar ko'pincha bosim usuli bo'lishi mumkin. Har qanday mulk bitimida pensioner kamida 1 kun vaqt olib hujjatni o'qib, ishonchli huquqshunos yoki yaqin qarindoshi bilan maslahatlashish kerak. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi noziklik, hamma 60 yoshdan oshgan odam bir xil holatda emas. Kimdir 60 yoshda hali ishlaydi. Bank ilovalarini yaxshi biladi, shartnomalarni o'qiydi. Kimdir 75 yoshda, sog'lig'i zaif, eshitishi past, hujjatlarni tushunishda qiynaladi. Shuning uchun amaliyotda yondashuv vaziyatga qarab bo'lish kerak. Yoshning o'zi odamni huquqsiz qilmaydi. Lekin yosh bilan bog'liq xavf omillari bo'lsa, himoya kuchayadi. Ikkinchi noziklik, farzandlar har doim ham himoyachi bo'lavermaydi. Men ko'p holatlarni ko'rganman. Pensionerga begona odam emas, aynan yaqin qarindoshi zarar yetkazgan. Masalan, o'g'li onasini kefil qilib kredit oladi, keyin to'lamaydi. Qizi otasining nomidagi uyni o'ziga o'tkazib oladi. Keyin otasini uyda ro'yxatdan chiqarishga urinadi. Nabira buvisining kartasidan muntazam pul yechadi. Shuning uchun bu o'z farzandim-ku degan ishonch hujjatlarini o'qimaslikka sabab bo'lmasligi kerak. 3-noziklik. Notariusda imzo qo'yish ham hammasi xavfsiz degani emas.
Notarius hujjatni rasmiylashtiradi, shaxsni tekshiradi, mazmunini tushuntirishi kerak. Lekin pensioner o'zi savol bermasa, shoshilsa, mayli imzo qo'yaveraman desa, keyin muammo chiqishi mumkin. Notarius oldida pensioner bemalol bu hujjat menga nima majburiyat yuklaydi? Men bu hujjat bilan nimadan voz kechyapman? Bu odam mening nomimdan nima qila oladi deb so'rashi kerak. 4-chi noziklik. Bank xodimi so'ragan savollarni dushmanlik deb qabul qilmaslik kerak. Agar pensioner katta pul yechmoqchi bo'lsa va bank xodimi qo'shimcha savol bersa, bu holat ba'zan odamga yoqmasligi mumkin. Lekin men bunday vaziyatda xotirjam bo'lishni maslahat beraman. Siz pulingiz o'zingizniki ekanini, nima uchun yechayotganingizni, kimga berayotganingizni tushuntirasiz. Agar hammasi qonuniy va tushunarli bo'lsa, operatsiya amalga oshadi. Agar esa yo'lingizda turgan odam sizga javob berishga imkon bermasa, gapni bo'lsa, shoshiltirsa, bu allaqachon xavf belgisi. 5-noziklik, elektron imzo va telefon raqami. Hozir ko'p xizmatlar telefon raqami orqali tasdiqlanadi. Pensionerning telefon raqami uning shaxsiy kalitiga aylanib qolgan. Agar SIM karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, bank ilovasi boshqa odam telefonida ochilgan bo'lsa, yoki SMS kodlarini boshqa odam ko'rsa, pensioner o'z nomidan nimalar qilinayotganini bilmay qolishi mumkin. Shuning uchun telefon raqami, SIM karta, bank ilovasi va parollar qat'iy nazoratda bo'lishi kerak. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, barcha hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartalari, omonat shartnomalari, uy-joy hujjatlari, yer hujjatlari, avtomobil hujjatlari, ishonchnomalar, kredit shartnomalari alohida papkada tursin. Har bir hujjatning nusxasi bo'lsin. Lekin asl hujjatlarni hech kimga berib yubormang. Ikkinchi qadam, bank kartangiz xavfsizligini tekshiring. PIN kodni daftarga kartaning yoniga yozib qo'ymang. PIN kodni tug'ilgan kun, telefon raqami 1111 yoki 1234 kabi oson raqam qilmang. Agar kartangizni avval boshqa odam ishlatgan bo'lsa, bankka borib PIN kodni almashtiring. Agar mobil ilova boshqa odam telefonida bo'lsa, bankdan yordam so'rab, ilovani faqat o'z telefoningizga bog'lang. 3-qadam, telefon orqali kelgan har qanday taklifni tekshiring. Kimdir men bankdanman desa, uning aytgan raqamiga qayta qo'ng'iroq qilmang. Kartangiz orqasidagi rasmiy raqamga, bankning rasmiy saytida ko'rsatilgan raqamga yoki bank filialiga murojaat qiling. Kimdir pensiya bo'limidanman desa, mahalla yoki pensiya bo'limiga o'zingiz borib aniqlang. Hech qachon shoshilmang. 4-qadam, ishonchnoma berishdan oldin matnni o'qing. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, ovoz chiqarib o'qib berishlarini so'rang. Agar tushunmasangiz, imzo qo'ymang. Ishonchnomani to'g'ri maqsad uchun bering. Masalan, faqat falon bankdan pensiya pulini olish uchun, faqat falon tashkilotdan ma'lumotnoma olish uchun, faqat falon kommunal to'lovni amalga oshirish uchun, mening nomimdan barcha harakatlarni bajarishga degan jumla bo'lsa, juda ehtiyot bo'ling. 5-qadam, kredit va kafillikda shoshilmang. Agar farzandingiz, qarindoshingiz yoki tanishingiz faqat imzo qo'yib bering desa, men sizga bir savolni o'zingizga berishni maslahat beraman. Agar u kreditni to'lamasa, men bu qarzni to'lay olamanmi? Agar javob yo'q bo'lsa, kafil bo'lmang. Kafillik bu shunchaki yordam emas, bu moliyaviy majburiyat. Bank qarzni sizdan talab qilishga haqli bo'lishi mumkin. 6-qadam, mulkni sotish, hadya qilish yoki nomini o'zgartirishdan oldin mustaqil maslahat oling. Maslahat berayotgan odam bitimdan manfaatdor bo'lmasligi kerak. Ya'ni uyini o'z nomiga o'tkazmoqchi bo'lgan odamning o'zi sizga hammasi yaxshi desa, bu yetarli emas. Mahalladagi mas'ul xodim mustaqil yurist. Notarius yoki ishonchli boshqa mutaxassisdan alohida so'rang. Hujjatni bir kun uyga olib kelib o'qish imkoniyati bo'lsa, albatta foydalaning. 7-qadam, agar sizga bosim bo'lsa, darhol yordam so'rang. Bosim deganda faqat qo'rqitish emas. Vaqt yo'q. Hozir imzo qo'ymasangiz kech bo'ladi. Siz tushunmaysiz. Hamma shunday qilyapti. Men sizning farzandingizman, menga ishonmaysizmi degan gaplar ham bosim bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda men o'ylab ko'raman, ertaga kelaman deb chiqib ketish eng to'g'ri yo'l. 8-qadam, yozma iz qoldiring. Agar bankka, mahallaga, pensiya bo'limiga yoki boshqa tashkilotga murojaat qilsangiz, imkon qadar yozma ariza bering. Arizada sanani, ism, familiyangizni, telefon raqamingizni, muammoni aniq yozing. Masalan, mening nomimdan kredit rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki mening bank kartamdan roziligimsiz pul yechilgan.
operatsiyalar bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizaning nusxasini o'zingizda saqlang. 9-qadam. Farzandlar va nabiralar pensionerga yordam berayotganda shaffof bo'lishi kerak. Agar siz ota-onangizning bank kartasidan pul yechib bersangiz, har safar qancha pul tushgani, qancha yechilgani, nimaga sarflangani haqida ayting. Pensionerning puli baribir oilaniki degan tushuncha noto'g'ri. Bu uning shaxsiy daromadi. Uning roziligisiz ishlatish axloqan ham, huquqiy jihatdan ham muammo keltirishi mumkin. 10-qadam. Shubhali holat bo'lsa, vaqtni bo'y bermang. Pul yechilganini ko'rsangiz, darhol bankka murojaat qiling va kartani bloklating. Telefoningiz yo'qolsa, darhol sim kartani bloklating. Notanish shartnomaga imzo qo'ygan bo'lsangiz, hujjat nusxasini oling va yuristga ko'rsating. Mulk bo'yicha shubha bo'lsa, kadastr yoki tegishli davlat xizmatlari orqali holatni tekshiring. Tasavvur qiling, 7 yoshli ota pensiyasini kartada yig'ib kelgan. Kartada 12 million so'm bor. Bir kuni unga sizning kartangizdan shubhali pul yechish harakati bo'lyapti. Hozir himoya qilish uchun kodni ayting deb qo'ng'iroq qilishadi. Ota vahimaga tushadi va kodni aytadi. Aslida esa firibgar uning kartasiga kirish uchun kod so'ragan bo'ladi. Natijada pul ketadi. Agar ota bitta qoidani bilganda, ya'ni hech kimga kod aytmaslik kerakligini bilganda, pul saqlanib qolardi. Yana bir holat. 34 yoshli ona qiziga ishonchnoma beradi. O'zi qizim faqat kommunal ishlarni yuritadi deb o'ylaydi. Lekin hujjatda bank hisoblaridan pul olish, mulk bilan bitim tuzish, shartnomalar imzolash vakolati ham yozilgan bo'ladi. Keyin ona tushunadi, lekin kech bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma matnida har bir vakolatni alohida o'qish kerak. 3-holat. 66 yoshli pensioner do'stiga kafil bo'ladi. Kredit 25 million so'm. Do'sti 2 oy to'laydi. Keyin to'lamay qo'yadi. Bank pensionerga qo'ng'iroq qiladi. Pensioner men pulni olmaganman deydi. Lekin kafil bo'lgan odam ham javobgar bo'lishi mumkin. Shuning uchun kafil bo'lishdan oldin kredit olgan odamga emas, shartnomaga ishoning. Shartnomada nima yozilgan bo'lsa, keyin o'sha ishlaydi. 4-holat 7 yoshli ayol uyini nabirasiga hadya qiladi. Nabir bu faqat hujjat uchun, siz baribir shu uyda yashaysiz deydi. Lekin hadya shartnomasi imzolangach mulk egasi o'zgaradi. Keyin oilada kelishmovchilik chiqsa, ayol juda qiyin vaziyatda qolishi mumkin. Shuning uchun mulkni hadya qilish, sotish yoki nomini o'zgartirish oddiy rasmiyatchilik emas. Bu hayotiy oqibatga ega qaror. Men bugun tushuntirmoqchi bo'lgan asosiy fikr shuki, 5-oktyabrdan 6 yoshdan oshgan pensionerlarga oid taqiq va qo'shimcha ehtiyot choralari pensionerlarni cheklash uchun emas. Ularni firibgarlik, bosim, noto'g'ri kredit, xavfli ishonchnoma va mulk yo'qotishdan himoya qilish uchun kerak. Oddiy pensiya olish, o'z puldan foydalanish, kundalik xaridlar qilish taqiqlanmaydi. Lekin katta pul, kredit, kafillik, ishonchnoma, mulk va telefon orqali tasdiqlash masalalarida nihoyatda ehtiyot bo'lish zarur. Mening aniq tavsiyam, hech kimga SMS kod bermang. Kartangiz va PIN kodingizni topshirmang. Hujjatni o'qimasdan imzo qo'ymang. Keng vakolatli ishonchnoma bermang. Kreditga kafil bo'lishdan oldin 10 marta o'ylang. Mulk bo'yicha qaror qabul qilishdan oldin mustaqil maslahat oling. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bu qoidalarni o'zingiz uchun saqlab qo'ying. Agar sizning ota-onangiz yoki bobongiz, buyingiz pensioner bo'lsa, ularga bu gunoh tushuntiring. Sizningcha atam yoshdan oshgan pensionerlar uchun bunday qo'shimcha himoya choralari kerakmi yoki bu ortiqcha cheklovmi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish kimningdir pensiyasini, uyini yoki yillar davomida yig'an mablag'ini saqlab qolishi mumkin.